hurmatli obunachilar, sizlarga bugun high-tech usulda ishlarimizni obzor qilib o'tamiz. Buni uzunligi 560, balandligi 2,5. Buni perimetrini 3.200.000 so'mdan yasab beryapmiz. 3.200.000 so'm ichiga nimalar kiradi? Bonusiga mo'lka gram kiradi. Shu shulkalarni qo'shib beramiz. Agar kelishib qolgan bo'lsa, hop, bagi va idishlardan ham qo'shib beramiz. Bagi hali dengiga javob berganmiz. Boshlar yasdan vakuumdan qo'yilgan. Chekalari 100% plastmassa keramikada bo'lgan. Tomlari eng qalinidan eng yaxshisidan qo'yganmiz. Bundan yaxshisi yo'q, yaxshisi bundan yaxshisi tosh. Orqalari granitda bo'lgan. Bu uzunligi 560, balandligi 2,5. Yana bitta oson desa, buni uzunligi 60, balandligi 2,5. Buni perimetrini 3 million so'mdan yasab beramiz. 3 million so'm ichiga mo'lka kirar, shu shirkasini bonus qilib qo'yib beramiz. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.